Hörmətli televizor görgüçülər, yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Bugün 2025-yili 7 ayının 9 günü çarşamba. Bugünkü eli xəbərlərimizni görüşünlərni qarşı alımız. Aldı bilan xəbərlərimizin asosiy məzmunlarını tanıştırırız. Jiangsu өлkəsi ma'rif, davolash qatorliq sohalarda o'mak tashkillash shaklida Shinjongga nishonliq yordam berish xizmatini davomli cho'nqurlashtirib, ilg'or ideya va ilg'or texnika yetkazib, yordamga erishuvchi joylarning iqtisod, jamiyat ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini puxta ixtisosliklar kapolatiga ega qildi. Oblastqa bevosita qarashliq joylar ekologiyani tuzash va yezi kentlarni gullantirish turlarini tez ilgari surib, go'zal yezi kent qurilishiga harakatlantirgich kuch qo'shdi. Oblastga bevosita qarashliq joylar dehqonchilik vaqtini chang tutib, yozliq yig'im, yozliq terg'u xizmatini butun kuchi bilan chang tutib, dehqonlar kirimini oshirishga kapolatlik qildi. Eli oblastining sayohat iste'mol bozori davomli jonlandi. Endi xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini ko'ringlar. So'rash qatorliq sog'lomlik mulozimatidan bahramon bo'la oladi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganinglarga rahmat. Texnik ko'p uchurlarni ekran ostidagi ichkilik kodni sayilab, mayli yili abonentlar terminalidan ko'rgaysizlar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.